Assalomu alaykum hammaga, yaxshimisizlar? O'tgan darsda biz koreys tilini, alfabetini va pachim degan mavzuni o'tgan edik. Bemalol YouTube kanalimdan ham, Telegram kanalimdan ham Dilobar Koreya deb izlasangiz chiqadi. O'sha yerdan bemalol bu video darslikni ko'rib olsangiz bo'ladi. Bu ikkinchi darsimiz. Bunda mana Soul'te bir A kitobdan foydalangan holda PDFdan birinchi darsimizni boshlaymiz. Bugungi darsim ham Xudo xohlasa foydali bo'ladi degan umiddaman. Xo'p, demak, bugun birinchi darsimizni o'tamiz. Bugun birinchi darsligimiz nomi insa, ya'ni salomlashishni o'rganamiz koreys tilida. Xo'p, birinchi grammatikani o'rganishdan oldin alif-meni tugatganimizdan keyin, конечно, birinchi o'zimizni tanishtirishni o'rganishimiz kerak. Bu yerda mana dars boshlanish qismi, birinchi dars. Bu yerda ko'rib turganingizdek, cho'nin Yujin eyo, Yujin shinin hakseng yeyo deb birinchi mening ismim Yujin. Yujin Yujin xonim, bu yerda shinin degan atama bor. Buni kelgusi darsliklarimizda ham tushuntirib o'taman. Mayli, hozir tushuntirib ketaman sizlarga. Shi qo'shimchasi koreyslarda hurmat ma'nosida keladi. Misol uchun ismni yonidan shini qo'shsak, o'sha odamga nisbatan hurmatni bildiradi. Yujin shi, ya'ni Yujin xonim talabalarmi, talabami deb savol berilyapti. Hop, bu yerda grammatika bor. Grammatikani hozir dars davomida tushuntirib o'tib ketaman. Hop. Bu yerda mana keltirilgan har xil odamlar va chet elliklarni qo'yilgan va chet elcha salomlashish. Hop, annyeonghaseyo bu koreys tilida, hello bilamiz ingliz tilida, bonjour fransuz tilida, namaste hind tilida, sayin baynau buni bilmadim. Va konnichiwa yozib bo'pti bu yerda yapon tilida va xitoylik ni hao salomlashish so'zlarini yozib qo'yibdi. Bu yerda faqat biz salomlashishni o'rganar ekanmiz. Hop. Birinchisi i saramdirin moheyo. Bu odamlar nima qilyapti? Ikkinchi javobini yozib qo'yibdi. Chinguhau insa haseyo. Do'stingiz bilan salomlashyapti degan ma'noda kelgan. Hop, bu yerda o'sha o'qiydigan lug'at degani cho'nin Yujin. Yeyo, men Yujinman. Mana bu yerda ko'rib turganingizdek, sal yaqinlashtiraman. Mana I'm Yujin Lee deb yozib qo'yibdi. Ingliz tilidan ham bemalol tarjimasini bilib olsangiz bo'ladi. Hop, men Yujinman deyapti. Va nara degan so'z bor bu yerda lug'at. Bemalol video darsliklarimda yangi so'zlarni ham o'rganib yodlasangiz bo'ladi. Buning uchun sal ko'proq o'zingiz harakat va mehnat qilishingiz kerak. Demak, nara davlat degani, bu yerda bir nechta xil davlatlar bor. Bu yerda o'qilishini ham aytib o'tib ketaman. Xo'p, Fransi deb talaffuz qiladi koreyslar, bu Fransiya. Ikkinchisi Togi, bu Germaniya. Bu yerda yozib qo'yibdi Rossiya, bu Rossiya. Bu yerda Chunguk deb yozib qo'yibdi, bu Xitoy. Va Hanguk bu Koreya. Ilbon bu Yaponiya. Vyetnam bu Vyetnam va Malayziya bu Malayziya deb yozib qo'yibdi. Bu yerda mana davlatlarning nomini ham o'rgansak bo'ladi. Xo'p, bu yerda mana pastida lug'at tarzida yozib qo'yibdi bemalol. Mana shu lug'atlardan ko'rib ham yodlasanglar bo'ladi. Обязательно yodlanglar darslikni ko'rganingizdan so'ng. Xo'p, darsga davom etamiz. Iyagi hepuseyo degani bu suhbatlashib ko'ring. Bu yerda rasmga qarab o'zimiz ham namunadagidek suhbatlashib ko'ramiz. Xo'p. Oni nara saram yeyo. Ana shu savolni berib gaplashib ko'ring deyapti. Oni nara saram yeyo degani oni qaysi, nara davlat, saram odam, yeyo bu grammatika hisoblanadi. Qaysi davlatdan siz degan ma'noda mana shu savolga javob beramiz. Xo'p, birinchi Miguk bilan Pradel turibdi. Demak, aqshlik va demak
amerikalik va braziliyalik odam suhbati. Bu yerda "안녕하세요. 저는 김미우예요. 한국 사람이에요" deyapti. Bu yerda "Salom, men Kim Min Uman va koreyalikman" deyapti. Ikkinchi odam esa "안녕하세요. 저는 데니엘이에요. 미국 사람이에요" deyapti. Bu yerda ham men salom, men Danielman va amerikalikman deyapti. Xuddi shunaqa biz bugun faqat shuni o'rganishimiz mumkin. Mana salomlashishda "안녕하세요" deysiz, bu salom degan ma'noda. Demak, hurmat qilib bemalol aytsangiz bo'ladi "안녕하세요" deb. Demak, xuddi o'zbek tilida assalomu alaykum degan ma'noda keladi. Men o'zimni ismim bilan aytib ketaman. Tilobar입니다 desam yoki Tilobaryeyo desam ham bo'ladi. Bu yerda yeyo, yeyo qo'shimchalari bilan bergan. Darslarimizda bemalol tomosha qilib o'tsangiz, xudo xohlasa, qolgan grammatikalarni ham to'liq tushuntirib berishga harakat qilaman. Xo'p, darsga davom etamiz. "저는 들어발입니다. 우즈베키스탄 사람이에요" desak ham bo'ladi. Xo'p, men salom berdim. "안녕하세요. 저는 들어발이에요. 그리고 우즈베키스탄 사람이에요" deyapman. Men salom berdim, ismimni aytdim va qayerdan O'zbekistonligimni aytdim. Xullas, siz ham shunday savol bersangiz bo'ladi, javob bersangiz bo'ladi. Agar sizga koreys odami kelib, "Ona nara saramiyeyo" deb savol bersa, siz qaysi davlatdan bo'lsangiz, misol uchun O'zbekistonlik bo'lsangiz, "Chonin O'zbekiston saramiyeyo" deb javob berasiz. Keyin bu yerda mana yana anaqalar bor, pastda lug'atlar bor. Bu yerda mana Hanguk saram, Ilbon saram, Brazil saram, Vyetnam saram, Mi국 saram, Fransiya saram, Malayziya saram, keyin Chunguk saram, Rossiya saram, Mongol saram. Saram degani odam degani. Mana bu yerda ham personni berib qo'yibdi. Odam, inson degan ma'nolarni bildiradi. Bu tepada o'rganib ketdik davlatlar nomini va uni yoniga saram so'zini qo'shsak, o'sha davlatlik odam degan ma'noda keladi. Xo'p, darsga davom etamiz. Bu yerda maragi berilgan speaking, ya'ni gaplashib ko'ramiz. Xo'p, maragi 친구 va 연습해 보세요 degan do'stingiz bilan mashq qilib ko'ring deyapti. Mana bu yerda Eugene turibdi, bu yerda Krisi turibdi. Demak, qiz bola Eugene, o'g'il bola Krisi ismi. "Chonin Eugeneyeyo" deyapti. "Man Eugeneman" deyapti. "Chonin Krisiyeyo" men Krisman deyapti. Bu yerda ko'ryapsizlar, ta'zim qotdi bir-biriga sal boshini egilib, bu hurmat ma'nosida keladi. Xo'p, bu yerda mana yana misollar berilgan. Bu yerda mana Jenny, mana bu yerda Nikul va Anna, Teu, Sonal, Hay ismli odamlar turibdi. Xuddi shunaqa qilib bular ham namunaga qarab mashq qilib ko'rsangiz bo'ladi. Demak, ikkinchi maragi mashqimizni ko'ramiz. "친구 연습해 보세요" bu boyagidek mashq qilib ko'ring degan ma'noda. Xo'p, bu yerda "안녕하세요. 저는 Mariyeyo" bu qiz aytyapti. "Assalomu alaykum, men Mariyaman" deyapti. Endi o'g'il bola aytyapti. "안녕하세요. 저는 Danielyeyo" deyapti. "Assalomu alaykum, men Danielman" deyapti. "만나서 반가워요, Daniel 씨." "만나서 반가워요" degani tanishganimdan xursandman degani. Daniel 씨, janob Daniel degan ma'noda hurmat qilib aytyapti. Endi Daniel ham 반가워요, men ham xursandman degan tarzda javob beryapti. Bu mashq sizlarga uyga vazifa tarzida berishim ham mumkin. Mana bu yerda pugi namunaga qarab, bu yerda mana birinchi, ikkinchi, uchinchi odamlarning ismini qo'yib, faqat ismini qo'yib, o'zlaring uylaringda mashq qilib ko'rsanglar bo'ladi. Mana ikkinchi mashq va birinchi mashq. Birinchi mashqda ham xuddi faqat ismlarini aytib qo'yasizlar. Ikkinchisida esa polni mana tekstda qanaqa berilgan bo'lsa, o'shanaqa qilib mashq qilib ko'rsanglar bo'ladi. Mana pastida ko'ryapsizlar, lug'atlar bor. Buni обязательно yodlanglar. Xo'p, cho degani men degani, "안녕하세요" salom degani, she xuddi inglizlarda Mr, Mrs, Miss,
deb ismni yoniga qo'shib aytiladi-ku, xuddi shunaqa как qo'shimcha. Mannaso pangaoyo degani nice to meet you, ya'ni tanishgandan xursandman degan ma'noda keladi. Xo'p, insa mana bu yerda anaqa qilyapti. Как o'tib bo'ldik уже. Bu yerda mana bu yerda berilgan inni iyeyo yeyo bu grammatika hisoblanadi. Grammatikani dars davomida o'tib ketaman, xudo xolasa. Xo'p, darsga diqqatli bo'lib tinglaymiz. Chinguvayaga puseyo degani do'stingiz bilan suhbatlashib ko'ring degani. Xo'p. 안녕하세요. 저는 제니예요. Salom, men Jennyman. 안녕하세요. 저는 에릭이에요. assalomu alaykum. Men Erikman deyapti. Mannaso 반가워요. Erik 씨. tanishganimdan xursandman, Erik 씨. 반가워요. Jenny 씨는 어느 나라 사람이에요. Men ham xursandman. Jenny xonim, siz qaysi davlatdansiz degan savol beryapti. 저는 미국 사람이에요. Men amerikalikman deyapti. Demak, ko'rdingiz bu yerda Erik ismni o'zi iyeyo qo'shimchasi qo'shilyapti. Bu o'sha erikligini bildirib keladigan qo'shimcha. Buni darsimiz davomida o'tamiz. Bu ham uyga vazifasilarga mana shu tekstga qarab, bu yerdagi birinchi, ikkinchi, uchinchi ismlarni bog'lab, o'z ismlarini o'rniga qo'yib, uylaringda bemalol mashq qilib olsangiz bo'ladi. Hop, bu yerda yana bitta lug'atimiz bor. Ona. Bu qaysi degan ma'noni bildiradi. Demak, ular titkiga berilgan. Buni bemalol mana bitta QR kod bor. Buni ham eshitish qobiliyatingizni rivojlantirishingiz mumkin. Bu yerda eshitib, qaysi davlat o'sha eshitgan tekstingizga qarab qaysi davlat odam haqida gap ketayotganligini mashqlar asosida topishingiz kerak bo'ladi. Hop, bu yerda ham ikkita lug'at bor. Ne degani ha degani. Indo degani Hindiston. Hop. Bu yerda ham mashqlar bor. Bu yerda mana oxuy berilgan. Oxuy degani tepada aytib o'tganimdek lug'at degan ma'noda keladi. Yujen shirin haksin iyeyo. Yujen xonim talabami degan savolga bu yerda mana kasblarni o'rganamiz. Bu yerda ko'rib turibsiz. Songsengnim bor, hakseng bor, kija bor, isa bor, peu, takseng. Bu yerda mana pastida ko'rib turganingizdek lug'atlar. Songsengnim o'qituvchi degani, hakseng talaba o'quvchi degani, isa shifokor, peu aktyor aktrisa degani, kija bu jurnalist, hakseng esa student degan ma'noda keladi. Hop, gaplashib ko'ring deyapti. Chigobi moy. Mana bu yerda kasblarni o'rgandik. 6 ta bo'lsa ham kasb o'rgandik. O'sha kasbga qarab, o'zi chigob degani kasb. Bu yerda kasb turlari o'qituvchi, aktyor, doktor o'shalarni o'rgandik. Xo'p, endi sizning kasbingiz nima degan savol beramiz. Bu yerda chigobi moyeyo degani sizning kasbingiz nima degan savolga bu yerda javob namunalar keltirilgan, o'shanga qarab aytib ko'ramiz. Bu yerda mana yana kasb turlari yozilgan. Hesabon bu kompaniya xodimi, kasu qo'shiqchi, programmo degani bu programmist, yurisa degani oshpaz, undong sonsu degani bu anaqa sport bilan shug'ullanadigan, anaqa tajribaga ega sportchilar haqida aytiladi. Xo'p, bu yerda 안녕하세요. 저는 제니예요. 미국 사람이에요. 학생이에요. Bu yerda yana bitta jumla qo'shilyapti. Salom, men Jennyman. Miguklikman, ya'ni amerikalikman va talabaman. O'zi haqida to'liqroq ma'lumot beryapti kimligini, to'g'rimi? Demak, ikkinchi tomon. 안녕하세요. 저는 에릭이에요. 프랑스 사람이에요. 운동 선수예요. Salom, Erikman, Fransiyalikman va sport bilan shug'ullanadigan anaqaman. Как будто undong sonsu degani sportni o'rgatadigan shaxslarga ham nisbatan aytiladi. Bu yerda mana aytib berdim. Atlet deydi-yu bizada atlet.
Xuddi shunaqa undan bu atlet degani. Ma'nolarini ham aytib o'tdim. Lug'atlarni обязательно yodlanglar. Agar lug'at yodlamasangiz, keyingi darslarni ko'rmay qo'yganlaring ham yaxshi. Sababi lug'at yodlamasdan turib yangi dars o'rganish xato. Demak, ikki ilgi degani bu reading, o'qish. O'qib ko'ramiz demak. Ona nara sarami yo'q. Qaysi davlatdansiz? Jamila va Hari Tevaimnida. Chal ikku Majnun g'ozil ko'risayo deyapti. Bu yerda mana titki berilgan. Men titkini birinchi eshitib olasizlar, QR kodni skaner qilib, bu yerda Jamila va Hayni suhbat ketyapti. Yaxshi o'qib, to'g'ri anaqasini, to'g'ri joyini tanlang degan ma'noda aytyapti. Demak, 안녕하세요 하이 씨, 안녕하세요 자밀레 씨. 하이 씨는 어느 나라 사람이에요? 저는 베트남 사람이에요. 운동선수예요? 아니요, 운동선수가 아니에요. 저는 회사원이에요. Xuddi shunaqa qilib bemalol SMSlashgan. Buni hozir tarjimasini aytaman. Demak, birinchi salom, men Hayman. Salom, men Jamilaman. Hayshi, qaysi davlatdansiz? Men Vyetnamlikman. Siz sport atletimisiz? Yo'q, men sport atleti emasman. Men kompaniya xodimiman, deyapti. Demak, ikkinchi ilgini o'qib, buni ham eshitib, bu savollarga javoblar berasiz. Men faqat o'qish tartibini, talaffuzini sizlarga aytib beraman. Demak, 저는 다니엘이에요. 미국 사람이에요. 저는 대학원생이에요. 태우 씨는 제 룸메이트예요. 태우 씨는 미국 사람 아니에요? 브라질 사람이에요? 대학생이에요? bitta bilmagan so'zimiz bor. Roommate degani bu xonadosh degan ma'noda keladi. O'qish tartibini eshitdingiz, xuddi shunaqa qilib o'qing. Shunda xato yo'q bo'ladi. Dalshi. Bu yerda mana yana o'qish tekstlari bergan. Buni bemalol uylaringda mashq qilasizlar. Demak, hozir biz 3 ta savolga javob berishni o'rgandik. Bu yerda ismingiz nima, qaysi davlatdansiz, kasbingiz nima degan savollarga bemalol javob bera olish qobiliyatimizni sinab ko'ramiz. Demak, irimi bo'yeyo desa, chonin tilobar ragu hamnida. Endi bu sal nima deydi, o'rganish davomida bilib o'tishingiz mumkin. Bu sal qiyinroq vaziyatda aytiladigan so'z. Ma'nosi bir xil, faqat sal nima deydi, uровень balandroq aytish tizimi bu yerda osonroq qilib chonin dilobar yeyo deb beriladi. Savol mana oxirida yeyo bilan tugayaptimi? Sizlar ham yeyo qo'shimchalari bilan javob berishlaringiz kerak. Irimi bo'yayotsa chonin tilobar yeyo. Uni nara saram yeyo. 저는 우즈베키스탄 사람이에요. 직업이 뭐예요? 저는 대학생이에요. 여기 학생이에요. o'zingizning kasbingiz qaysi bo'lsa o'shani qo'yib o'tib ketasiz. Bu yerda mana yana lug'atlarimiz bor ekan. Ani yo'q degani, 대학원생 anaqa student degani. Cho met degani, roommate bo'layotganimdek xonadosh, irim, ism, mo degani nima degani. Chigop kasb degani. Mana shu lug'atlarni birinchi yodlab olib, keyin o'qisanglar, ma'nosiga ham, o'qilishiga ham tushunasizlar. Bu yerda sigi bor. Sigini bemalol yozib ko'rasizlar. Erim bor, haksing bor. Ism o'quvchi, hanguk saram, mail jusi, bu mail jusi degani email adres bo'ladi-yu, o'shanaqa. Bu yerda mana savollar berilgan, bunga javoblarni yozib chiqasizlar. Tak, bu yerda yana anaqalarimiz bor. Tak, lug'atlarimiz. Email degani email, chuso bu manzil, yorobun degani azizlar, sizlar degan ma'noda keladi. Buni odam ko'p joyda bemalol ishlasangiz bo'ladi. Iltimos qarab yuboringlar. Odamlar diqqatingizni qarating degan ma'noda yorobun deb murojaat qilsanglar bo'ladi. Tak.
Bular mashqlar. Вот mana munhua bor, sizlarga eng keragi. Munhua bu madaniyat degani. Hozir sizlar bilan koreys tili madaniyatini, koreyslarni madaniyatini o'rganamiz. Так, 여러분, 나라에서는 어떻게 인사해요? Odamlar, sizning davlatingizga qanday qilib salomlashadi degan savol berilgan. 한국 사람들은 처음 만나면 허리를 굽이고 인사해요. 굽이고 degani belini bukchaytirib. Ya'ni koreys odamlari birinchi marta uchrasangiz bellarini sal bukib salomlashadi. Ya'ni egilib salom berishadi. 여러분, 나라에서는 어떻게 인사해요? 친구하고 인사해 보세요 deyapti. Sizning azizlar, sizning davlatingizga qanday qilib salomlashishadi? Do'stingiz bilan salomlashish haqida iyaga qilib ko'ring, ya'ni salomlashib ko'ring deyapti. Demak, birinchi o'qiymiz. 안녕하세요. 저는 김민우예요. deyapti. Salom, men Kimmiuman deyapti. Demak, 안녕하세요. 저는 메리시예요. Marishiyeyo. Demak, men bu o'zlaringni tanishtirayotganlaringga ismlaring yonidan faqat yeyo, yeyoni qo'yasizlar. Men bu she faqat uchinchi shaxs, ikkinchi, uchinchi shaxslarga aloqador qo'shiladigan, ya'ni birontani ismini aytib begona odamga uni yonidan hurmat qilish ma'nosida she qo'shilib aytiladi. Bunda mana ko'rasizlar, dumaloq belgi bu to'g'ri, x belgi bu xato aytilish deyiladi. Demak, 안녕하세요, Kim 선생님. Assalomu alaykum, Kim o'qituvchi. Kim familiya bu, Kim o'qituvchi. O'quvchilar o'qituvchisiga salomlashib shunaqa deyapti. Agar 안녕하세요, 선생님 Kim desa bu xato bo'ladi. Birinchi обязательно ism va undan keyin kasbi keladi. Xato bo'lsa x, to'g'ri bo'lsa dumaloq qilib yozib qo'yibdi. Demak, bu yerda yozyapti. Ishi mannaso 반가워요. I'ni o'zi kim aydi? Bu yerda faqat ismni yonidan keladi. Men u she. Men u ism. Men u she. 반가워요. Men u xonim. Xursandman degan ma'noda. Tak, savollarga javoblarni berishni o'rgandik. Demak, bugungi mavzuimiz shulardan iborat, o'quvchilar. Sizlarga uyga vazifa aytganimdek mashqlarni o'zlaring namunaga qarab, tekstga qarab o'qib, o'zlaring gaplashib ko'rasizlar. Titkini ham eshitib, bemalol o'zlaring daftarga mana shu PDFni ochib, endi kitoblaring bo'lsa PDFni ochib, o'rganib yoki videoda ham ko'rib, mashqlarni bemalol videoni to'xtatib ko'rib, uy vazifalarni bajaringlar. Обязательно buni tekshirishim shart emas, o'zlaring bilimlaringni tekshirishlaring uchun. Va o'zlaring uyda turgan holatda irimi boyo, ismingiz nima, chigobi boyo, kasbingiz nima, ona nara saramiyeyo, qaysi davlatdansiz degan 3 ta savolga o'zlaring qayerlik bo'lsanglar, ismlaringni, qaysi davlatdanliklaringni, kasblaring nimaligini koreys tilida yozib va buni yodlanglar. Berilgan lug'atlarni mana pastda ko'rasizlar, lug'atlar bor. Lug'atlarni boya ko'rsatdim mana. Har bitta o'tirgan mavzudan keyin mana o'tirgan varaqning tagiga ko'rsanglar, mana bilmagan so'zlaringni yozib qo'yibdi. O'shani yodlanglar обязательно. Agar lug'at bilmasanglar, umuman o'rganishdan foyda yo'q, to'g'risini yodlash kerak обязательно. Shu bilan ikkinchi darsimiz tugadi. Kelgusi darsgacha ko'rishguncha xayr. Обязательно bu sizlarga foydali bo'ladi degan umiddaman. Buni просто sizlarga tushuntirib o'tib ketyapman. O'rganish, o'zlaringni ustularingda ishlash, bu o'zlaringni qo'llaringda. Men sizlarga foydali bo'lishini o'ylab, sizlarga yordam berish maqsadida tekinga shuni video darslik sifatida chiqaryapman, vaqtimni ketkazib. Xo'p, bugungi darsimiz foydali bo'ladi degan umiddaman. Meni qo'llab-quvvatlaysizlar degan umiddaman. Bemalol podpiska tashlab, kanalimga obuna bo'lib kuzatsanglar bo'ladi. Telegramdan Dilobar Koreya deb obuna bo'lib qo'ying kanalimga. YouTubedan ham bemalol ko'rsanglar bo'ladi. YouTubeda ham Dilobar Koreya deb izlasangiz chiqadi. Inshaalloh sizlarga manfaatli dars bo'ladi degan umiddaman. Xayr, sog' bo'linglar.